Hay, yaxshimisilar do'stlar? Bugun men sizlarga safarda odamning ko'nglini hayajon soladigan, qo'rqinchoqlarning shurugini jig'jig titirtadigan ajoyib go'zal bir tash yo'lni tanishtirmoqchiman. Bu bo'lsin-u G'ulja Chapchal Mo'g'ul kura tash yo'li. Ya'ni qiliplashqa atalg'usi Yijog'unlu. Sayohatchilar orasida kichik Dukog'unlu degan nomim bor. Bu yo'lda har yili 6-oyning ichida qatnash başında faqat 3 oylar qatnashga ruxsat qilinadi. Qatnash qurollariga chek qo'yilgan bo'lib, 7 kishilik va uningdan kichik oila mashinalarla qatnashga bo'ladi. Bexatarlik uchun uningdan cho'ng mashinalarning qatnashiga yo'l qo'yilmaydi. Har yili qatnash boshlanganda ayhannas bu yo'lga mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan sayohatchilar liq to'shib ketadi. Safar qilib yo'lning yarmiga kelgan vaqtingizda Avliyo cho'qqisi ko'k bilan giralishib qatga turib turadi. Avliyo cho'qqisining dengiz yuzida egizligi 3475 metr bo'lib, bu yerga kelganda ixtiyorsiz mashinangizni to'xtatib, atrofga nazar solganingizda ilohining go'zalligini haqiqiy his qilasiz. Agar siz G'ul shahardan Mo'g'ul kiraning sayohat o'rinlariga bormoqchi bo'lsangiz, bu yo'lni cho'qim bir besib o'tmasangiz armonda qolasiz. Bugun biz beshak so'zlaylik. Safaringiz ko'ngilli bo'lsin do'stim. Meni guvoh qilib olsangiz, texnik sayohat uchurlariga ega bo'la olasiz va go'zal manzaralardan huzurlana olasiz.